mazkur qonun bilan 9 ta kodeks va 18 ta qonunga qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Birinchisi, nogironligi bo'lgan shaxslarga doir qonunchilik xalqaro shartnomalarga, xalqaro normalarga muvofiqlashtirilmoqda. Xususan, shaxsni nogironlik belgisi bo'yicha kamsitish fuqaroni teng huquqligini buzish deb baholanib, jinoiy javobgarlikda nazarda tutilmoqda. Keyingisi, protsessual kodekslarga sudning hujjatini ko'rish bo'yicha nogironligi bor shaxslar uchun maqbul shaklda e'lon qilish tartibi nazarda tutilmoqda. Yana bir o'zgartirishimiz, bu asosiy o'zgartirishlardan biri, ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri negizida tashkil etilayotgan ijtimoiy reyestr, tashkil etilgan ijtimoiy reyestrni barcha huquqiy nimalarga, ya'ni qonunchilik hujjatlariga shu reyestr tashkil etilganligi bo'yicha tegishli o'zgartirishlar kiritib borilmoqda. Keyingi o'zgartirishimiz, bu soliq kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritilyapti. Birinchidan, ish beruvchilarni nogiron bo'lgan xodimlarga beg'araz maqsadlarda bepul oziq-ovqat, kiyim-kechak va gigiyena vositalari berishi, bu mablag'lar foyda solig'i bazasini aniqlashda chegirib tashlanadigan xarajatlar ro'yxatiga kiritilmoqda. Shuningdek, faol hayotga qadam dasturi doirasida xizmat ko'rsatgan tadbirkorlarni 2030-yilgacha ijtimoiy soliqdan tashqari barcha turdagi soliqlardan ozod qilish nazarda tutilmoqda va ushbu xizmatdan foydalangan jismoniy shaxslarga ushbu xizmat uchun to'langan mablag'ni 3 milliongacha bo'lgan qismini daromad solig'idan ozod etish nazarda tutilmoqda qonun bilan. Bundan tashqari, keyingi o'zgartirishimiz, bu birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor shaxslarni ishga qabul qilgan yuridik shaxslarga ijtimoiy soliqni ushbu shaxslar uchun, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar uchun 1% stavkada hisoblash nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, xodimlarni 25%, biroq 4 nafardan kam bo'lmagan shaxslarni, nogiron bo'lgan shaxslarni ishga band qilgan tadbirkorlarga, agar u tadbirkorlarimiz bu nogironligi bo'lgan shaxslarga mehnatga haq to'lash miqdoridan kam bo'lmagan miqdorda oylik ish haqi to'laganlarda, shu to'langan oylik miqdorini, ya'ni to'langan ish haqini mol-mulk solig'idan yoki yer solig'idan ushlab qolish nazarda tutilmoqda. Bunda mol-mulk solig'idan kamaytirish, to'liq kamaytirish mumkin. Yer solig'idan esa 90% gacha miqdorda kamaytirish nazarda tutilyapti.